yaxshi bor bolam. Yaxshi ishlab kelsang uylantiramiz o'g'lim. O'zi uylanish uchun ketyapman-ku, dada. Bo'pti. Mana ishlab ham keldim. Endi uylanaman. Yaxshi ishlab keling dadajonisi. Farzandimiz uchun ketyapman-ku. Ha, nihoyat keldim. Endi sizlar tashlab ketmayman. Buni sunnat to'yini qilish kerak hali. Sunnat to'y uchun ketyapman-ku. Men ketayotganimda 3 yoshining o'shanga men o'yinchoq olib kelib. Hamal. Qanaqa o'yinchoq? Bola 17 ga kiryapti. Insta o'qitish kerak bolani hali. Bir amallab ko'rdim, hech qayerga bormayman. Dada, uylanaman, uylantiring. Yaxshi ishlab kelsang uylantiramiz, bolam. O'zi uylanishga ketyapman, dada. Cho'ta tanish holat. Yarim maskovlarga ketdi.